Aziz o'quvchilar, mana doskadagi o'quvchimizga quyidagi masala berilgan. 20 gradusli suvga 13,5 gram tuz tashlanib, to'yingan eritma hosil qilindi. Ushbu to'yingan eritmani 35 gradusgacha qizdirib, yana to'yintirildi va hosil bo'lgan eritmani 15 gradusga qadar sovutganimizda 27 gram tuz cho'kmaga tushgan. Tuzning 15 gradusdagi eruvchanligini toping. 20 va 35 gradusdagi eruvchanliklari berilgan. Marhamat, variantlarimizda 10 degan javob bor. Rahmat.